Tadam qilamiz senga. Senga soching yoqdimi go'zalim? Voy prinsessam. Yoqdimi? Boshingni sal ko'tar. Mana Solixa bonimning sochlari. Voy, olib tur qo'lingni. Ding. Sochingni qara. Yoqdimi soching? Zo'r de. Zo'rmi? Молодец qizim. Ke jonim, ke go'zalim, ke prinsessam. Mana, ke menga keldingmi? Qani bitta ko'raychi seni. Bitta sochini orqasini ko'rsatchi. Uncha krasavitsa buni sochi, вообще zo'r. Sirg'aching zo'r. Sumочкang bitta ko'ray sumочкangni. Voy. Menda ham shunaqa sumkam bor, faqat молочный. Вообще zo'r. Isming nima? Solixa. Solixa. Nechga kirding? 5 yosh. Вообще katta qiz ekansan. Juda aqlli. Ketdik. Boshlaymizmi sochingni? Davay. Simba. Yo, nariga bitta mushugingga nima bo'lgan? Nima qilgandi? Urib qo'ygan. Kim o'ldirgan uni? Boshlagan. Boshim. Boshingni ko'tar. Jonim. Tepaga qara gulim. Mana bugungi klientimiz Solixa. Shunaqangi asal qizcha ekan. Solixa, soching yoqdimi o'zingga? Voy, qo'g'irchoq-ku. Sochlarimni qaranglar qizlar, shunaqa chiroyli bo'ldi. Juda ham zo'r. Bosdingizmi? Mana qizlar, Solixani sochi. Qizlar, mana sochni qaranglar, qanaqangi zo'r bo'ldi. Solixa, necha yoshsan qizim? Solixa 5 yosh. Rosa ham zo'r qizcha ekan. Simba degan mushukchasi bor ekan-a? Mushukchasi haqida rosa gaplashdik. Voy, endi sochmisan, soch bo'ldi qizlar, yaltirashini qaranglar. Vitamin uxodlari bilan qilib berdik. Mazza qilib gaplashdik. Juda ham aqlli qizcha ekan. Mana sochlarini rezultati. Qizlar, mazza qilib qizlaringni sochlarini qildirib olib, 8 oy yumshoq, silliq, yaltiragan soch bilan yursalaring bo'ladi. Jonim, xayr.